nimaga olasiz? Menga qarang, 50 dollardan qanaqa qilyapsiz? Hosillarga yiringlayotgan va siljiyotgan muolajadagi ko'krak va po'palarni sababchisini ko'rsataman, yuringlar. Bu yerga kirish mumkin emas. Nega kirish Voy mumkin Gulizor opa, nimaga kameraga olasiz? Nimaga olasiz? Menga qarang. Foyda qilishim kerak. Hop, nima qo'shyapsiz? Mana biling. Bo'ldi, uni o'chiradi. O'chirib turing kamerani. Hayotda Gulizor opa. 50 dollardan qanaqa qilib foyda qilish mumkin? Любой kosmetolog meni oldimga chaqiring. Bu body filleri 180, 160 dollardan, 200 dollardan ham olamiz. Narx o'ynab turadi. Bu 60 gram. 60 gramga rastvor qilish kerak. Natriy xlori, ya'ni 40 yo 50, oshib ketsa 60, 50 ga qo'shish mumkin. Shunda 100 gram hosil bo'ladi qizlar. Keyin siz 50 dollardan qilganingizda, sizga 4 ta deb o'tkazganda 200. U 4 ta bittadan hosil bo'lgan bo'ladi. Natriy xlori qo'shganda, bu suv bilasizlar. Buni tanaga kirgizganda, po'pagami, ko'kragami kirgizganda, bu natriy xlor suv kiradi, ishirib beradi o'sha paytda o'zida. Keyin polni suv chiqib ketadi, tanangizga singib, siti orqali chiqib ketadi bu. O'sha paytda ishib turadi, atyoklar bo'lganligi uchun. Keyin уже bir haftada chiqib ketadi. Endi belga, oyoqqa, orqaga, ko'krakka qilinsa, po'paga qilinsa, siljiyotgan gellar yoki kollagenlar deb gap tarqalyapti. Aslida bu nima? Biopolimer. Biopolimer qora bozordan olib kiritiriladi. 50 yo 100 gram. Yarim litri. O'ylang qancha bo'ladi? Biopolimer Google'ga yozinglar chiqadi. Mumkin emas inson organizmi. Aynan o'sha biopolimerda siljishlar kuzatilyapti. Zaharli modda va biologik bo'lmagan inson tanasiga, inson hujayrasiga, inson to'qimalariga kirishib ketmaydi. Sostavini bitta qo'yib chiqinglar. Ularga ham natriy xlor aralashtirib qilsa bo'ladi. Shuning uchun doim kosmetologga borganda o'zingizga pishiq bo'ling. Любой kosmetolog 100 dollardan desa ham ishonmang. 150 dollardan kam qilish hech kim mumkin emas. Qani o'sha joyda menga olib kelsin, men sotib olaman, mana shunaqa arzon qilaman. Nechta kosmetologlar bor. Arzon qiladi-ku bo'lmasam. Biz bunaqa qimmat qilmaymiz bo'lmasam. Endi ko'krakka o'zimga kelsa, ko'krakka kollagen qo'yilsa, достаточно qo'yilsa 250, ba'zan 300 qo'ysam, keyin o'z holiga kelish mumkin, normal ushlab turish mumkin. Qo'paga quygan kollagenlarim zo'r turib beryapti, 1 yil, 2 yil. Keyin sal korreksiya qilish kerak bo'lyapti. Ko'krakda esa ozgina yeyapti. 100 gram 50 dollardan deyaptimi? Ishonmang. Muhimi siz o'zingizga pishiq bo'lib tekshirib oling. Sizlar bilan doimgidek Guliz kosmetolog.